Benim tuğan günüm, ben bana nasılını bilen ötkörüge bir şlatman. Benim üzüme bir rahatlık verdi. Benim anağım mınta beni kutladı. Nasıldan başlayayım sözüne. Bu jirlik, Kırgız ırığı halkı yaşayan jirlik. Kırgız ırığı kimler ol? Bana onda Salavat Hamidulin degan boshqatning bir tarixchisi bor. Mana shu Salavat Hamidulinning kitabında mana shu Qirg'iz irug'iga kirgan ovullar, Qirg'iz irug'ining nechta xalqqa keluvi, qaydan keluvi bu boshida tasvirlab yozilganlarida. Bu Salavat Hamidulin bütün irug'lar bo'yicha yozgan ol. Bir Qirg'iz irug'i bo'yicha anlatib, mana Gerey irug'i bor, bu terada Yeney irug'i bor, Boylar irug'i bor. Mana shularga bo'yicha yozildi. Mana bizda Qirg'iz irug'i. Qirg'iz irug'i qo'yan kelgan. Birinchi o'rta. Bu bizning elekdan kelgan olar endi Aral dengizi bo'yidan deymiz. Og'archi olar bo'lganlar Irtish tirasida, og'archi bo'lganlar Mongoliya bilan Xitoy tirasida. Lekin olar Aziyatlar tugul, olar Yevropeylar. Mana hozir birgina mana hozir bitinde kimning nindi rasaga kirgani bo'lishi uchun DNK degan ibara o'zdiradilar. Mana Salavat Hamidulin mana shu DNKni o'zdirgan. Ham endi bizning Qirg'iz irug'in shunda kirganlar orasidan bu gotlarga to'g'ri keladigan got. Bu endi Shotlandiya, Germaniya ham shu yerda yashagan neler bo'yicha. Endi Boshqirdistonda, Polshada yashaganlar bo'lar, Boshqirdistonda, Tataristonda yashovchi bo'lgan xalqlar. Ko'rasiz endi mana hali nishlab onda borib chiqqanlar turida ma'lumotlar bek oz. Ko'rasiz bular endi qachondir yashab ketganlar shu gotlar Şuşa illerni basıp alırgamende, yerlergemi şundan dip durup kalganlar da ahırda indi bularını Xitaylar kovup çıkarganlar Xitay yerinden, anları bular gelip tüplegenler Irtish boyuna, Yenisi boyuna gelip tüplegenler. Onda bir sürü kaganat bilerini istirganlar, onlar indi bilen Çingiz Han bilen Soğuşkansan, Çingiz Han'ın askerleri alarını jeyip, alar kuşkenler Aral dengizine. Aral dengizinde özleri gibi Kıpçaklar bilen, Gerey irug'lari bilen birleşip, bular idi bilen ko'tarilganlarda, bugülme kalkılığında bir ko'p şu irug'lar yig'ib taralganlar şu ul vaqtda boshqatning hali irilmagan, kishi yashamagan yerlarine. Mana bizning Qirg'iz irug'i Sim bo'yina kelib o'rnashgan. Mana Sin tamog'idan olib, idilning tegayog'ida hali mushtilar var. Şu mushtilar Neftekamskiydan Kashav degan ovulga tikla borib ketgan naralari. Tanib yilg'asina tikla. Mana shundan olib ham endi bundan ketib Boqali rayonida, Shoran rayonida, ham endi Urasu tirasida, Yutaza rayonida bir dört ovulda buna bizning shu Qirg'iz irug'lari o'rnashganlar. Men anlari bu sinning ismini atalovunda men ana shu Qirg'iz irug'ining boshida Xitoylarning aytib bo'yicha Sun qabilasi bo'lgandilar. Mana shu Sun qabilasining kishilari bo'lib bular. So'ndan munda kelgan shu yilg'aga ismni Sun deb qo'shiblar ekan men. Anlar Sundan Sunga aylanib ketdi. Mana shunda kelib o'rnashib, boshda bular o'rnashalar Qirg'iz degan ovulga, Qirg'iz bugungi kundagi Qirg'iz ovuli tugul, Totishkandagi, Totish ko'li bo'yidagi Qirg'iz ovuli edi. 1913-yilgi Shura jurnalida chiqqan shu Qirg'iz irug'ining shajarasi bo'yicha naq shu Totish ovuli yonidagi Totish ko'li bo'yidagi Qirg'iz ovuli edi. Qirg'iz ovuli bizning shu Qirg'iz irug'ining birinchi ovuli bo'lar.
Мында енді Көккөз би деген біздің бабай була. Көккөз исеме була буның. Әтеге би атамасы енді нәсіл башында тұрған кішіге би қошаматы берілер. Көккөз би. Мына біз үшін Көккөз би қошаматы астында Көккөз би нәсілі болып тұра біздінде. Оның бұла кәніш білән Көккөз деген малайы бұла. Міне шулар енді тираяққа таралылар. Нәсіл мұнда отыра тұрмышта яшай баштылар. Һәм енді шуннан шығып мен тағын Ақтаныш бі ишада айтасым келе. Міне Ақтаныш бабай деген исімнен келіп шыққан дейділер. Мен маңа шын қаршымын. Чүнки Ақтаныш ауылы, Шүгені ауылы, Кәзкей, Тыңламас, Әлім, Ойыш, міне бұяқлап, бұлар Қырғыз ұрғына кірген ауыллардан үйішқан ауыллар. Ақтаныш білән Шүгенеде бұлар сұңға табатын халық көбейіп кетіп, ашылып қалаларында. Үйішқан уақытта, нәк шул Ақтанышта енді бұл иділ ол уақытта шул Ақтаныш янына ұзған бұла, халық көбейе бара. Ақтаныш исемін қоян ұлағынан бұнда шушы Тәнеш бабайының ұнықтары, балалары ұнаштайсан, Тәнеш ауыл бұла бұл. Ләкин бұл уақытта патшаға Ақ би дилер, Ақ би болғашайынды мұндағы ағайдылыны да Ақ иділ дейлер. Әмеді Ақтанышында олақта енді Тәнеш деген бәсікке енді әйді Ақ Тәнеш деген болыға тейішлер. Әм шына енді Ақ Тәнеш, Ақ Таныш қайленген болыға тейіш. Әмінді Ашарға шақырудан келіп шыққан исім түгір болу. Әмінді Татыш ауылда жол Тәнештен келіп шыққан исім ол. Біздің енді Кәзкей ауылда шушы Көккөз бейінің малайы Тәнешнің таған Қадақай деген малайы бұла. Шу Қадақай аруы біздің барыққа келі. Әм шушы Кәзкей ауылы үйша. Кәзкей ауылы башта үйша Юлдашны білесіз бекен, мұна онда сөн бойында, сөнден тегеғында Юлдаш деген ауыл бар. Ол башта атала Яңа Қырғыз ауылы deyip. Ауыллар өскәштен, нәсіл көбейгәштен ауыл құра башладар. Әмінде ол уақыттары жөнді егіншілік болмай, тәрікшілік бола бетінде. Мысалы, сен тәрлікті бұнда ерттің, ертеге мұнда ердіге орын озаяда, тұталарда, екінші бір жерде анда землянка қазып мы, уақыт шағына тұры орыны жасап, көшінелер. Мені шу айтып, Яңа Қырғыз ауылы бараққа келе. Әмінде ол Яңа Қырғыз ауылы бараққа келе де, сенің бұяғында біздің Кәзкей ауылы бараққа келе. 1811 жылда Кәзкей ауылында әлі барысы 8 гына құжалық бұла. 8 нәсіл бұла. Бұл ауыл біздің Юлдаш қасында дедім, ол ұрнаша біздің Бирский білән Мензәлі арасында өте тұрған Волос жолы бұла. Юлдаш янынан сүнде шығып, Кәзкей ауылы арқылы Тыңламасқа кіріп, Тыңламастан кете Ақтанышқа таба, ләкин Ақтанышқа да әлімге де кірмейінші, кете неге? Шәрипке таба, Шәрипке де кірмей, Мінәске де кірмей. Ол уақытта ауыллара кірмейінші гіне ұнашылай yolu salıp, onlar Buleg'e düşüp, Buleg oğluna onların Suqsu yanından giderler Minceleg'e. Hem de bu yıl atala Stalbabaya Daroga deyip, böyle ikinci ismi. Hem de bunda yolda Ultega kış günü de yerler, de şey günü de yerler, ara tire toktağı için, atlarını yaltırı için urunlar koyarlar, hem bunda ağaçlar oturtalar. Uzak Alkozunun basımında bir urunda, yani biz yaşakta var ya, imenlik, tek duranda imenlik. Hem de
Mana bu 57-chi kvartalda atlanışda. Тоже mana bu boshlang'ich maktab bo'ldi bitta sadik. Ana shu kirida tag'in bor edi. Ana shu aytib, ana shu saqlangan imanliklar bor edi u vaqtda. Hem şuşlar aytib turmishdilar. Sinni chiqqashdan yo'l o'rni deb. Tirnag'as yanında to'g'rimi gashdan ularning yo'l o'tadigan o'rni bo'lar. Mana ota-onalar endi bizning bu yoqdagilar qoboq tovi deb. Qoboq tovi bu tegi u vaqtda qoboq o'stirib bo'lmagan. Kabak. Ovullarda u vaqtda nendira bo'lsa oraqali magazinlar bo'lmagan, oshxona bo'lmagan. Shunda bular qoboq ishtaganlar, bunda bular otlarini olib kelganlar, o'zlari o'shaganlar, o'zlari ishganlar endi. Mana shunday qoboq tovida, hammaning ostindag'isida onda ko'l bor. Qoboq tovi, qoboq ko'li deb atadilar endi. Ham endi vaqtlar o'zi bilan 1801 yilni biz birinchi martaba Neyuta yerlerini zemlemerler urushaylar. Hem şu urushga vaqtida endi Keske o'g'li bu o'ringa ko'chgan bo'lar. Niçin ko'cha? 1771 yilda Keske o'g'li 71 yilda Rus podshosi bilan Polshaning koroli kelishlar askar keltirgan Polshaga. Polshani u vaqtda Polshada korolga qarshi metish uyushtirdilar. Shularni masalan. Şuşu Ufa gubernasidan gita anda 3000 askar ot bilan gitalar. Nasıl o'ylab qarasiz? 3000 askar Krakow shaharına tiklab gitalar ot bilan. 1771 yılının kuzunda. Hem endi bularning tip qurollari bo'lar narsa. Ya o'q bo'lar, ya bular qilich bo'lar. Hem endi büyük ozgina kishilarda bular Turk degan, Türklardan ota quroli bo'lar. Mana birinchi martaba qo'llaniladi. Bular 2 yil yurib qaytadilar. Bunda Keskeydan bunda bara 2 otli. Ona otli kishilarni nishib etib olar her ovuldan 3 yurtdan bir otlini alırlar. 3 otli yurtdan bir otli kishini alırlar so'g'ishga. Hem endi o kishilar bizning bitinde bunda u vaqtda voyenniy uchirta turarlar mana aytganda. Bunda qozoq askarlari safindalar xizmatdan hisoblanarlar 25 yil. Hem endi ularning uyda tursalar da, ularning otlari, yerlari, so'g'ish qurollari e'tirbolga tegish, yuborib tashib ketadi. Mana shu aytib Keskeydan 2 xo'jalik chiqib ketadi. Bu har 3 xo'jalikdan biri deb hisoblasak, bunda 6 bo'ladi, mana bunda 7 mi 8 mi bo'lgan edi. Ana men aytdim bitta 8 xo'jalik qo'shgan bunda deb. Mana shulay qo'shib ketadilar. Ham endi bular yurib qaytadilar, esaneman. 3000 askar. Bularning 400 yotib qoladi Krakowda, qolganlari qaytadilar. 1773 yilda shuning bilan boshlanib, shular qaytova boshlanib ketaverdi Pugachev askar yo'q. Ham endi bular Pugachev yo'lida qatnashdilar. Ham endi Pugachev yo'lida qatnashib, shu bizning Qirg'iz irg'indan Yo'ldosh Maskovov degan statsiyada uyushtirdi. Bular yozilgan tarixda Tevkilov imeniyasini to'zdirib, Ijov zavodini ketdilar deyilgan. U vaqtda endi mana menda Keskeyga kelib urushgan bo'lar Tevkilovning krepostna krishyanlari. Keskey shulay aytib ko'p sosloveli ovul bo'ltiradi. Keskeyda mana shu yeri bo'lganlarni boshqirt deganlarda mana shu boshqirt soslovesi krepostna krishyanlar bo'lar, Tevkilovnikilar, tipterlar bo'lar, Qozon yog'idan kelganlar, ham endi mishyanlar bo'lar. Bularni birisi bilan bir so'ralishmasiz. Mana ko'rasiz mana unda. Mana unisi yilg'aning og'ishi. Mana yilg'aning og'ishi mana bu. Sil yilg'asining. Mana bu yuqori shunda mana krepostna krishyanlar urushgan. Ham endi diktorlar. Tuban shunda только boshqirtlargina.
Hem de onlarning birisi bilan birisi aralashmasqa, mana ko'rasizmi, oyrim ko'pmedir ulush qolgan. Aralashtirmaylar. Birisi bilan birisi. Hem aralashmasınlar için yuqorishqa shu tiplardan kelgan mullalar nesili, şeydakiflar, o'zlari masjid soldiralar. Hem de Tubanishlarda o'zlari shunda bilib, shu masjidda namoz o'qiylar endi. Nashular yashaydilar. Bu endi 1860-yillarga teklab bora yashav. 1860-yillarda azrakina krepostnoye pravo bitirgan turmushda azmi ko'pmi og'am boshlanadi. Mishyanlar keladilar. Mishyanlar bizda ish xo'jalik bolalar. Kitlarlar da ish xo'jalik bolalar. Ish desil. Mishyanlarni butunday mana bu nega ketmaylar, mana bu nega. Mana bu tiraga yana qarab o'rnashtiradilar. Ularni 2 kilometrga o'rnashtiradilar. Mishyanlarni bilasizlar kimlar ekan? Bilasizmi? Ular hunar egalari. Qaysi mening etik bo'lsa, qaysi qolayda ish ishlaydi, qaysi tag'in shunday yozuv ish ishlaydi, mana shunday ish bilan ishlaydilar. Bularga yerda bermaylar, bularga bir nenda ilg'otada bo'lmaydi. Bular shu mishyan o'zlari hunarchilar bo'lalar. Mana shu aytib yashaylar, anlar endi 1867-yilda kitlarning jeri ovoz bo'lishi sababli ular endi yer olmoqchi bo'lalar da, ularga mana boshqat degan Soslaviyadagilarning 14 sajid yerlari bo'lar. Ularniki 4,5 mana bo'lar. Mana shular 7 sajid sirab netalar? Sajid metalo. Ularni bermagandan kitlarlar mendan ko'shinirga bo'lalar. Eng birinchi ko'chalar tanglamaslar. 20 xo'jalik keta Ufa yonidagi bir volsqa. Hem shu tanlamasdan ko'chgan kitlarlar o'rnina Kaskay bilan oyish kitlarlari ko'shinalar tanlamasqa. Ko'rasizmi, burada Kaskaylar qisqartlagandir endi ana. Hem shulay bo'lsa-da, tanlamas bilan Kaskay orasidagi ilmga uzilmay, tanlamaslar Kaskaydan qiz olalar, yo'qsa iladalar endi mana shu aytib, ularning orasi bir vaqtida so'yilmaydi. Hem endi mishyanlar shu kitlarlar yanına krepostnolar yanına keladilar. Lekin onlar endi bir vaqtda налог to'lov masalasi kelib qolib nilar krepostlar kristyanlar bosh ko'taradilar. 1892-yilda aytadilar, "Nishlab biz kitlarlar o'tirgan yerga налог to'larga tegishsa, biz mishyanlar o'tirgan yerga налог to'larga tegish." Shundan so'ng mana bu ulushga kitlarlar, mullalar, mishyanlar yurt sola başladılar. Hem endi mana bu ulush ko'shina ol, mana onda tiklab kelishdi. Mana onda tiklab. Mana bu o'rinda Kaskaydan Shumgal degan o'rni bor. Shu Shumgalga tiklashdi. Shumgal o'zi 2 ilishdan turadi. 2 yerda. Shumgal ol mana sunning og'ashining o'zgargan yo'lida Shumg'il borliqqa keladi. Shu Shumg'il so'zidan olingan Shumgal. Anladingizmi? Yilga bir yerdan o'qada, anlar 2 yerdan o'qa boshlaganda, anda burritib Shumg'il borliqqa keladi. Shuni Shumgal deylar endi, Shumg'il deylar. Anlar Shumgalga aylanadi. Mana bizning shu ovulning chig'i bilan birinchi Shumgal bor. Bu so'nggi Shumgal, orqa Shumgal bor. Bu orqa Shumgal eng birinchisi bo'lar endi. Mana 1801-yilga deydi, zimilmadlar yurganda, orqa Shumgaldan oqqan bo'lasin, hamda onda bizning onun elde izi var, onda Tolli ko'l degan ko'llar bor, hamda dalishib ketadi. Kaskaylarning bu birinchi o'rinlari o'tirganda ovul yonlari mana onda tog' bo'ylab borib chiqargan bo'lar u vaqtda. Hamon shiga Sigir degan ko'lga. Sigir mana shu Qulshan boboyning o'g'li bo'lib aytiladi. Qulshan o'zi Qulshanning tip o'g'li
Мына Ютаза районындағы Холшан деген ауыл болған. Шунда буларга тиеш. Һәм инде ул 1970 елларда биткән бу авыл. Шигер деген кушаматы калды. Менә Шигер деген күл бар, анда күрәсең, анда нидә булса авыл булган булырга тиеш. Һәм Шигернең өстендә анда зиярат булып 1974 елларда мына бу яңа дамбаны тыңламастан чыгып дамбаны төзегәндә шушы зияратны şu haberliklerini alıp şunda taşıp kündüler. Min ul vaqtda kolxozda buxalterlik işleydim. Olarni işçilere kelip bizden soradılar. Mana mında şunday tabıldıklar çıktı, şunday eberler nişe leyikdi. Min üç şiratımda bir selini çağırıp, onları raykomgaz bayintip, onları alıp Kazanğa bayintip. Bizde tarihi şıganak bularak Şigir degan yeri yok dediler. Yok degan şeyinde bizde pesel ayda alaşa olamız. Bunda elden indi mana tarihi neler var ya, kılıçlar var yanında, tağın neler var ya, şunday bırıngıyorlar. Falan şöyle aytıp Şigir'nin oğlunu da bilmedik, onun ziyaretini de bilmeyişip mana dambaga yiyip koydu indi. Mana Kırgız'ın oğul üstünde 2000 yıl elek bulgan kabirlik taptılar. Onda 20'den ortak kabirlik yıllar açtılar. Mındağı halk adı ol vakitte din kabul etmegen bular, hem indi olar tilesen şekillengenler bir tege kıblağa karab, ili kıblağa boy, ili buna kayberleri su ağaçına boy baş bilen koyataran bulganlar ol vakitte bu olay tüül nişik kere şoy koyanlar. Hem indi olarını özlerinin bizenu evirler bilen koyganlar. Mana ona Ufadan kelip, Samara'dan kelip tekşirip ettiler. Mana bolsa bu inşa şol. Hem indi tagın benim